Aka eng qizig'i narxi aka, narxi eng qiziq joyda narxi aka. Narximi? Ha. Unaqa 4,5, 4 unaqa emas. 3,5 dan berisi uylarga yetib 3 boradi. million 500 mingdan aka. Ha. Shoshiling, shoshiling, narxi keskin darajada arzon bo'ldi akalar. Siz ko'z bilan ko'rib, quloq bilan eshitib turibsiz. Bu haqiqat obunachilar. 3 million so'mdan akalar 5 oylik plus minusdagi qo'chqor sog'liqlar. Aka dastlabkasini qilib beramizmi buni? 3 milliondan deb uzilib ketishsinmi? Shuni aytib ketay, dastlabkasini gaplashmadik. Ha, hech qaysi qo'yib dastlabkasini Yo'q. aka. Dastlabkasi Samarqandgacha Hamma qo'yamiz aka. hamma qo'yamizdiki. Gap yo'q aka. Nechta olasiz? Bor bo'lsin. Nechta olasiz? Ikkita olsa ham. Ikkita olasiz ham Kamida Samarqandgacha ikkita bes olasiz. Gap yo'q, hurmatli Samarqandgacha yetkazib borib beraman. 2 dona olsangiz ham Samarqandgacha xonadoningizga yetkazib beriladi. Hamma partiyamizda obunachilar. Hurmatli obunachilar, qo'y olaman, foyda qilaman, daromad qilaman deyapsiz. Mana sizga daromad qiladiganlari chiqdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrli qo'y qo'zi qo'chqor ishqibozlari, qadrli chorba ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, bugun biz xudo xolasa erta tongdan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha arzonchilar, optimchilar qishlog'i Saroy qishlog'idagi kanalimizda akalar arzon sotib kelayotgan Jumanazar akamizni qo'yibman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarmi? Salomat aka. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turinglar. O'tgan safar ham to'g'risini aytaman, bir kunga qolmasdan tugatdik. Gap yo'q aka, baraka. Yangilari keldi. Aytdik-ku, qo'llab-quvvatlab turinglar. Imkoniyati boricha arzon olib kelamiz deb. Gap yo'q aka, baraka toping. Xudo xolasa puli yengil. Gap yo'q aka, baraka toping. Videoda oxirigacha kuzatib turinglar. 3 milliondan ham qo'y chiqarib beraman. Bitta ikkita emas. Ha. Ko'proq chiqarib beriladi. Bo'ldi aka, baraka toping. Maza qiladi. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa Jumanazar akamiz narxlarni doim yengil qo'yyaptilar akalar. Qo'ylar bir kunda tugayapti. Akalar mana yana yangi partiya kelgan akalar hali ustidan chang ham ketgan agregatini olishga mana agregatni taroqda izlari ham turibdi obunachilar. Yangi svejiy tandirdan chiqqan joydan video syomkani qilyapmiz obunachilar. Birinchi partiyamizga xudo xolasa boquvga tayyor, yemga tayyor yunglari olib qo'yilgan partiyadan birinchi syomkani videosini boshladik. Jumanazar aka soni nechta birinchi partiyamizga aka? 18 ta. 18 bosh bir pachka xudo xolasa bir qo'ra qo'yagina. Xudo xolasa bir qo'ra maza qilib boqishadi. Gap yo'q aka, baraka toping. Yemga tayyor. Tayyor. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, eng asosiysi bular yemga tayyor. Yana bir tomondan akalar oyoq qo'li uzun, suyakli, toza hisori kashtan qo'ylar obunachilar. Xudo xolasa olgan inson baraka topadi, akalar yaxshi foyda qiladiganlari chiqdi. Akalar oyoq qo'li uzun qo'y oling, qo'y olishda birinchi qiladigan plyusingiz oyoq qo'li uzun bo'lsin akalar. Dumbasi mana bunaqa raketa dumba bo'lsin. Shu katta bo'lganda dumbasi osilib ketmasligi kerak edi akalar. Tuyoqlarga ham e'tibor beringlar, hammasiniki stakan tuyoq akalar. 150 kilo, 200 kilo bo'lganda ham obunachilar oyoqlari akashiribga bu ketmaydi-da. Shuning uchun hurmatli obunachilar, hamma tomonni ko'rib, bilib oling. Chunki siz buni pulga olyapsiz-da. Bekorga olganingiz yo'q. Buni siz mehnat qilib, yillar davomida to'plagan pulingizga olyapsiz. Jumanazar aka 18 bosh ekan. Yoshligini necha oylikka beramiz aka? 7 oylik atrofida. 7 oylik atrofida. 7 oylik atrofida. Yo'q, hurmatli obunachilar, 7 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqorlar. Akalar, bular oyoq qo'li uzun, gazi ham uzun qo'ylar ekan. Bir qator gazi uzunligiga ham e'tibor qo'yinglar mana akalar. Bo'yidan gazi uzun qo'ylardi, xudo xolasa. Akalar olasiz, baraka topadiganlari chiqdi. Bir dona mana shu go'sht yo'nalishiga bir donasi bor ekan, qolgan hammasi zot yo'nalishiga, urug' yo'nalishiga akalar, xudo xolasa hammasi sifatli qo'ylar ekan. Xo'p, Jumanazar aka, yeb ichishlari qalay aka? Har doimgidek 3 xil ovqat berdi, yeb ichishdi. Gap yo'q, mana hurmatli borgandan keyin yana berib yegizib ichib olishaveradi. Yana yedirib, ichirib, ko'rasiz yeganiga, ichganiga pul so'raysiz aka. Mana quruq narsa, somonni o'zi. Mana yeb turibdi akalar. Mana qilib somonni o'zini yegan narsadan cho'chimasalarning ham bo'laveradi. Somon degandan keyin qolgan narsalarni bemalol yeyaveradi-da. Jumanazar aka, nechta pul qo'yamiz aka endi? Har safar narxlar yengil qo'yib beryapsiz aka. 4,5 o'tgan safar 4,5 dan qo'ydim, mana shunaqa qo'yiladi. Aha. Xudoga shukr sotib tugatdik. Gap yo'q. Lekin bularni unaqa narxdan qo'ymaymiz. Yengil oldim. Tortish yurib yengil oldim, yengil qo'yaman. Nechta pul qo'yamiz aka? Aka, qo'ylaringiz zo'r, yiriga ekan. Yengil qo'ying aka, sotaylik. Nechta pul? Qani? Xo'p, 4 million 200 mingdan olasizmi bir joyga mana. 4 million 200 mingdan. Ha. 4 million 200 qimmat aka. Yo'q, qimmat emas. Sizga qimmat aka. Yo'q, boshqalar qo'ysa yarashaveradi, lekin sizga qimmat. To'xtang.
Mana shunaqa qo'ydi o'tgan safar. 4,5 dan qo'ydik. To'g'rimi? Siz o'tgan safar menga qarang, siz o'tgan safar va'da berdingizda, keyingi safarga yengil qilib olib kelveraman. Sizlar patishkani qilinglar dedingiz aka. Yengil qilib olib keldik. Endi 300 mingdan tushganda ham qancha tushadi? 500 ming tusholmaysizmi aka? Yo'q, endi qarang. 300 mingdan tushganda ham 10 tasiga 3 million tushgan bo'laman. 10 tasiga 3 million. Ha, bitta qo'y, past bitta qo'ydi. Pulini tushib qo'yilyapti. 5 million 400 ming tushibsiz. Shuni 6 million qilib qo'yishdi iloji yo'qmi Jumanazar aka? Menga qarang, foyda qilyaptimi? Qo'lda bering, foyda qilyaptimi? Yo'q, foyda. Menga qarang, 4 milliondan qo'yaylik aka. Eshiting, 4 milliondan qo'yaylik. Eshiting. Hop, undan keyin aka tanlab olishga 100 mingdan mayli pulisini berishadi. Aka siz obunachilar patishka qilyapsiz. Siz o'tgan safar va'da berdingiz. Yo'q, rahmat. Shunchalik patishka qilib sotilyapti. Menga qarang, o'ylanmang, yo'q, o'ylanmang, ikkilanmang aka. Qo'ylarni ham bir qator ko'rsatavering. Qo'ylaringiz zo'r aka, mana bir qo'shlar ko'zdan kechiryapmiz aka. Zo'r qo'ylaringiz. Aka har safar yaxshisini olib kelyapsiz aka. Biz ham oz-ozdan foyda qilish kerak. O'sha oz-ozdan foyda qilish kerak-da, ko'pgina foyda qilaman, to'g'rimi aka? Yo'q, oz-oz. Siz o'tgan safar qo'ydingiz, men so'ramadimmi? Bir partiyangizdanmi so'radim xolos, to'g'rimi? Xolasdan mana. Barakasini bersin. Aka 4 milliondan ketdi-a? Xursandchilik bilan berilyapti. Bu bir xil odam norozi bo'lib qolsangda norozichilik emas. Xursandchilik bilan beriladi. 4 million olsin, 4 million 100 dan oyog'idan tortib olish o'zi. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, mana sizga 7 oylik yerdan balandligi ham akalar 75 plus minusdagi qo'zi qo'chqorlar akalar yemga tayyorlari 4 million so'mdan optim narxi. Akalar yuragingiz jizliganini, ko'nglingizga ma'qul kelganini akalar 4 million 100 ming so'mdan oyog'idan tortib oling, hurmatli obunachilar. Akalar siz tanlab olsangiz 4 million 100 mingdan. Aka plyusda oldi minusi ham bor. Bitta ikkita chiqarib ham beramiz minusiga ham. Ko'p emas. Yo'q, ko'p emas. 3 dona chiqarib beradi. Yo'q, chunki aka bularda ichida saraga hammasi. Endi plyus bo'lganda minus ham bo'lish kerak deb aytdim. O'shaning aytyapman, ko'p emas. 3 dona chiqarib beraman. Gap yo'q, baraka toping. Hurmatli obunachilar, mana sizga plyusda oldi minusi ham bor. 4 million optim narxi 3 million 900 ming agama chiqarib beraman. Siz o'zingiz tanlab olish narxingiz 4 million 100 ming so'mdan akalar, bu birinchi partiyamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar akalar, xudo xolasa oldinda yana partiyalarimiz bor. Hurmatli obunachilar, kelajagi bor. Oyoq qo'li uzun, sog'liq qidiryapsizmi akalar? Mana sizga sog'liqlar. Oyoq qo'li uzun, kelajagi borlar obunachilar. Xudo xolasa suyagli, hammasi tik dumba, raketa dumba obunachilar. Jumanzar aka sog'liqlar aka, xudo xolasa ikkinchi partiyamizga. 3 ta qo'chqori bor buning ichida. Ha, mana qo'chqor ekan aka. Ha, shayda 3 ta qo'chqori bor-da. Gap yo'q aka. Shuni aytib ketay. Nechta jami soni aka qo'ylar? 12 ta, 3 ta bo'lsa 9 ta sog'lig'i bor. 9 ta sog'liq, 3 ta qo'chqor, hurmatli obunachilar. O'zi changitib yuraveradigan akalar, qo'chqor qidirib ovora bo'lmaydigan qo'chqori-yu sog'lig'i ichida. Aka yosh oyligi necha oylikka beramiz? Yosh oyligi nima? Ular ham 6 oydan o'tgan-da. 6 oylikdan 6 oylik plyusga olish olsin. Gap yo'q. Aka sog'liqlarimizni xudo xolasa oktyabr oyiga qo'chqor qo'shishga tavsiya qilamizmi? Oktyabrga qo'shaveradi. Oktyabrga xudo xolasa qo'shishga. Ha, oyoq qo'li yaxshi, badani yaxshi. Gap yo'q aka. Lekin joyi yo'q. Hammasi aka suyagli qo'ylar ekan sog'liqlaringiz aka. Mana birinchi hammasi yaxshi. Orqa sohalari ham keng, qochishga, tug'ishga zo'r ekan aka. Xudo xolasa bugungi saralarni olib. Gumbaz katta bo'lib ketdi, bunday narsa bo'lmaydi bularda. Gap yo'q aka. Mana o'zi qo'chqorlarimiz ishni ham boshlaverdi. Hurmatli obunachilar, mana sog'liq qidiraman, sog'liq olaman deb qidiryapsizmi? Mana sizga sog'liqlar. Xudo xolasa akalar suyagli kelajagi bor sog'liqlar akalar. Sog'liqni o'zini olamiz desa, sog'liqni o'zini ham savdosini qilaveradi. U 3 ta qo'chqorni qo'shib olish majburiy emas aka. Yo'q, majbur emas. Chiqarib berilaveradi 3 ta qo'chqorni. Gap yo'q. Obunachilar, xudo xolasa qo'chqori ham, sog'lig'i ham ichida ketaveradi. Lekin men qo'chqorni olaman yoki sog'lig'ini olaman degan obunachilar uchun qo'chqorni o'zini ham sotilaveradi, sog'lig'ini ham sotilaveradi. Akalar 1 gram narxi o'zgarmaydi agar ajratib olaman desangiz, bir xil narxda ketaveradi. Jumanazar aka, yebishlari. Buni ham sinovdan o'tkazdim, bunaqa. Hamma yoqda yedi, hamma narsani yedi. Xo'p. Nima desam bo'ladi? Qo'chqorda yeb tashlasam bo'lardi. O'zi bilan birga kelganligi uchun o'ziga qo'shib qo'ydim. Biratar bir cho'pon bo'lgani uchun o'zi bilan chiqaryapti. Ha, o'zi bilan chiqarilyapti. Bundan maydarog'i ham bor kelgan sog'liqlarda. Ha, sog'liq yana bor. Yana bor. Gap yo'q aka, baraka toping. Hurmatli obunachilar, videoni o'tib o'rmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa oldinda siz kutmagan narxlarda sog'liqlar ham chiqadi. Jumanazar aka nech pul qo'ydik aka? Bir sog'liq kelib qolibdi deb narxini baland qo'ymang. Yengil qo'ying. Sizda doim yengil bo'lyapti narxlar aka. O'zi asli bularda
to'g'risini ichkilar 4 milliondan qo'yadigan adam. Aka, pastamasa bo'lmaydi. Partiya bo'lganligi uchun 3 million 900 dan olsa meni Alloh barakasi. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, to'g'risi. So'ray desam so'raydigan narx bo'lmadi. Akamiz o'zi doim narxni yo'lida qo'yadilar. Lekin bir og'iz gapimga tushadilar, lekin akamiz ham stresschilik. Foyda qilay deydilar. Endi akamiz ham Ozmas endi biz ham foyda qilish kerak. Buni yashiradigan joyi yo'q-da. Albatta, albatta. Hamma tirashchilar deb yuribdi. Og'a odam ham mana shundan foyda qilsam, bola chaqamga yegizaman, sal unaqa bo'ladi deb. Albatta, albatta. Hurmatli obunachilar, eng birinchi o'rinda insofli savdogar akamiz. Har qachon narxni men obunachilar uchun so'rasam, yo'q demaydilar, tushib beradilar, lekin akamiz ham unaqa qilib insofdan chiqib ketib narx qo'ymaydilar-da, yengil. Akalar 1 kilo go'sht atrofida foyda qilsa beraveradilar. Chunki buni ham qayerlardan olib kelib, shunchalik tayyorlab sizga yetkazib ham beradilar. Akalar o'sha 1 kilo go'sht foydasini bo'lgan. Obunachilar, xudo xolasa narxlar yengil bo'ldi. 3 million 900 ming so'mdan. Jumanazarga tanlab olishga 4 milliondanmi? Keng. Bitta obunachilar nazar qilsin. 3 million 900 dan tanlab olish. Ha, hammasi olganga xayrisi bor. Hammasini xayri ham bor. Xayrisi bor. Aka qo'chqori sog'lig'i qizig'i yo'q, o'shanasi ketaveradi. Ketaveradi. Gap yo'q. Bizda mana qo'chqor ekan, mana sog'liq ekan emas. O'shanasi ketaveradi. O'shanasi ketaveradi. Gap yo'q, baraka toping. Hurmatli obunachilar, mana sizga 3 million 900 ming so'mdan oyog'idan tortib olish narxi bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bittadan like bosib qo'ying. Siz uchun biz harakatdamiz, xudo xolasa erta tongga obunachilar. Akalar, bu ikkinchi partiyamiz edi. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. 3-partiyamizga bundan ham arzonlari chiqdi. 3-partiyamizga ham akalar qo'chqorlar chiqdi. Oyoq qo'li uzun, dumba razrezlari ham joyida. Hurmatli obunachilar, mana gazi ham uzun. Har tomonidan video qilyapmiz obunachilar. Faqat orqasidan qo'yganimiz yo'q. Realniy bo'lsin. Siz buni pulga olyapsiz-da. Yillar to'plab yiqqan pulingizga olyapsiz obunachilar. Jumanazar aka soni nechta ekan? 13 ta. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Hammasi yemga tayyor. Yemga tayyor. Shunda borsa yem berishaveradi. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, 200 gram 200 gramdan qilib erta kechqurun berib ozgina bir hafta hozir ham yeb turibdi lekin. Ha, hozir ham yemayapti. Ha, men o'zimda ham ozozdan berib urgatib qo'yilgan bo'ladi. Gap yo'q aka, baraka toping. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa akamiz ham kelgandan beri 2-3 kundan beri sinovdan o'tkazdilar. Mana endi sotuvga tayyor, agregatlar qilindi, uyumlari olindi. Xudo xolasa bitta xonadonga borganda bog'iga tayyor bo'ldi obunachilar. Jumanazar aka, o'shaligini necha oylikka beramiz? 6 oylik plyuska bo'ladi. 6 oylik plyuska gap yo'q. Aka o'zi badanidan, kalla boshidan, ko'rinishidan o'zi 6 oylik atrofida bo'lsa kerak deb o'ylab turdim. Hurmatli obunachilar, 6 oylik plyuska olasiz. Xudo xolasa obunachilar, sog'lig'ingiz bo'ladigan bo'lsa, oktyabr, noyabr oyiga borib bemalol sog'liqqa qo'shsangiz ham bo'laveradi, akalar. Oyoq qo'li uzun, sifatli, xudo xolasa akalar so'mga olib dollarga sotadiganlari. Jumanazar aka, yeb ichishlari xudo xolasa sinovdan o'tgan. Sinovdan o'tgan. Nech pul qo'yamiz aka? Borgan sari tushib ketyapti aka. 3 million 800 dan xohlagan tanlab olsin. Hammasini olsa chiroyli qilib o'tib beraman. O'shani videoda o'ting. Yo'q, qo'y arzon. Yo'q, qimmat deganim yo'q akam. Yo'q, qo'y arzon. Siz arzon qo'yasiz, qimmat deganim yo'q. Bo'ladiganni gapirib ketilyapsiz-da. 3 million 800 dan tanlab olasan. 3 million 700 dan 50 dan 700 dan so'ragan uyaldim. 750 dan optimga. Alisher aka bersalar bo'laveradi-a? O'yla. 50 ming aka, voy, sizga yarashmayapti. 50 ming. Olasan. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, 6 oylik plyusdagi akalar badani to'lgan, sutga to'ygan, biqin suyaga ko'rinmaydigan variantlari. Yemga tayyorlari 3 million 750 ming so'mdan bir qo'ra, bir pachka qo'y. Soni 13 bosh. Hurmatli obunachilar, oling, foyda qiladigan chiqdi obunachilar. Endi bundan ortiq, bundan arzoni chiqishi mumkin emas. Hurmatli obunachilar, arzoni chiqqanda olib qoling. Jumanazar akamda o'zi aksiya narx topib ketyapti. Aka. Bittadan like bosib qo'yinda. Gap yo'q, hurmatli 3 million 700 dan bittadan like bosib qo'yganmisizlar, 3 million 700 dan qilib beraman mana. Alloh barakasini bersin. 3 million 700 ming so'mdan hurmatli obunachilar, mana sizga. Akalar arzonidan arzoni chiqdi. Imkoniyat bo'lsa hammasini oling. Yo'q, meni imkoniyatim hammasi yetmaydi. 5 ta olaman yoki 10 ta olaman desangiz ham hurmatli obunachilar sotilaveradi. Akalar, maqsad sotish. Nechta bo'lsa ham telefon qilavering. Akalar, qo'ymoqchimisiz? Yaxshi niyatda telefon qiling, xudo xolasa akalar, aytilgan gap muhim emas. Xudo xolasa xayri sunnatiga, musulmonchilik yo'lida yana o'tadigan joyda bo'ladi. Akalar, bittadan like bosib videoni oxirigacha ko'rib turing. Yana siz o'ylamagan narxda qo'ylar chiqib boradi hali. Obunachilar, xudo xolasa yarichka sovliq qidirib yurganmiz. Mana sizga shunaqa yarichkalar obunachilar. Jumanazar akam o'zi ham akalar 3-partiyamizga, 4-partiya aka bu.
4-chi partiya, ha? 4-partiyaga xudo xolasa shu zo'rlarini olib qo'ygan ekanlar obunachilar. Videoni oxirigacha ko'rgan inson afsuslanmaydigan darajada akalar. Narxi ham juda qulay. Jumanazar aka bor yo'g'i 8 dona ekan soni. Ikkitasi sovliq, u qo'chqor, 6tasi sovliq. Gap yo'q aka, baraka toping. Mana bu eng go'zali qo'chqor ekanda aka. Ha, shu rang-barang. O'sha ranglari qo'chqor ekan, hurmatli obunachilar. Tian Shan bilan mana bu olib boramiz akalar. Qolgan hammasi sovliq, o'zidan ko'payadiganlar akalar. O'zini o'zi chang etadigan. Yeb ichishlarni gapirmasam bo'laman. Qorni chiqqaniga qaranglar obunachilar. Xudo xolasa yeb ichishi, sog'lik salomatligi zo'r. Obunachilar, xudo xolasa aka yoshligini nechalikka beramiz qo'chqor sog'liqlarimizni? 5 oylikdan o'tgan. 6 oylikdan o'tganni bergani 5 oylikdan o'tganga olish olsin. Aka baraka toping, hurmatli obunachilar. Eng kichigini yoshini hisob kitobini qilib, akamiz qolganini ham xuddi o'sha narxda aytadi. Oxirga yopishib yotibdi. Yeb ichishlari xudo xolasa zo'r obunachilar. Bu oxirga bo'yi yetmayapti degan fikrga bormanglar. Chunki mana qo'yxonamiz yerdan ancha balandda, ichkaridagi qo'ylarga maslab qilingan qo'ram, hali oxirimiz. Shuning uchun tashqaridagi qo'ylarni bo'yi yetmay qolganiga kichkina qo'y ekan deb o'ylamanglar, hurmatli obunachilar. Bular yerdan balandligi 80 sm bu o'g'rimiz. 80 dan ham baland kerak bo'lsa, ba'zi birlari. Xo'p, Jumanazar aka, yeb ichishlar sinovdan o'tgan, bunga ham bir hafta yemasa ichmasa. Shuni aytib ketay, dastlabkasini gaplashmaydik. Ha, hech qaysi qo'y dastlabkasini yo'q aka. Dastlabkasi Samarqandgacha hamma qo'yimizniki. Hamma qo'yimizniki. Gap yo'q aka. Nechta olasiz? Bor bo'lsin. Nechta olasiz? Ikkita olsa ham. Ikkita olasiz ham Samarqandgacha olasiz. Gap yo'q, hurmatli Samarqandgacha yetkazib borib beraman. 2 dona olsangiz ham Samarqandgacha xonadoningizga yetkazib beriladi. Hamma partiyamizda obunachilar. Bittadan like-da bosib qo'yasizlar. Jumanazar aka necha pul qo'ydik sovliq qo'chqorlarimizni? 6 ta sovliq, 2 dona qo'chqori bor ekan. 2 dona ama go'zal ekan. Qo'chqorlaringiz go'zal ekan aka. Sovliq ham qolishmaydi. Sovliqlar ham zo'r ekan aka. Necha pul qo'ydik? 3,5 desak, qimmatroq qoladi. 3,5 demang aka, yarashmayapti. 34 dan olishadimi men? Yo'q, 3,5 dan qo'yaramiz, 34 dan bo'lsa aka. Aka 100 ming tushasizmi? 33 dan olasiz. Barakatli topsin. Hurmatli obunachilar, 3 million 400 ming so'mga tushdi. 3 million 300 mingga tushdi. Akalar, men ham to'g'risi narx arzon bo'lganiga hayajonlanib ketyapman. Akalar, 5 oylik sovliqlar 3 million 300 mingdan. Akalar, noyabr oyiga xudo xolasa qo'chqorni yonida yursa akalar, xudo xolasa keyingi yil mart oylariga yoniga bolasini yetalaydiganlar obunachilar. Sizdan like bosib qo'ying, 3 million 300 mingdan juda arzon bo'ldi. Jumanazar aka xudo xolasa dastlabki Samarqandgacha dedik, ha? Samarqandgacha 2 dona olsa, 2 donadan yuqori olsa bo'ldi, ha? Bo'ldi, yuqori olsa bo'ldi. Besplatni holatda yetib boradi. Gap yo'q. Cho'pon olmoqchi bo'lsa ham quloqlari butun. Quloqlari ham butun. Yenini qo'yib olishaveradi. Gap yo'q aka, baraka toping, hurmatli obunachilar. Pashsha chaqmagan quloqini qidirayotgandingiz, mana sizga quloqlari ham 100% butunga olasiz. Bittadan like bosib, hurmatli obunachilar, tez aloqaga chiqing. Chunki buni narxi keskin darajada arzon bo'ldi. Shuning uchun siz suhbat qilib qoling obunachilar. Bittadan like bosing, tez aloqaga chiqing. Narxi arzon bo'ldi. Bayramboy aytdik-ku, va'da. Xo'p, qo'chqori 5 ta, sovlig'i 3 ta. Xohlasin qo'chqorni olsin, xohlasin sovlig'ini olsin. 3 milliondan ketaverdi. 3 milliondan. Labiz, boshida aytilgan-ku. Yosh oylik. 5 oylikdan o'tgan, plus minusga olasin, 5 oylik plus minus. 5 oylik plus minusdagi qo'chqor sovliqlar, hurmatli obunachilar, 3 million so'mga tushdi narxi. Akalar, shoshiling, narxi keskin darajada arzon bo'ldi akalar. Siz ko'z bilan ko'rib, quloq bilan eshitib turibsiz. Bu haqiqat obunachilar. 3 million so'mdan akalar 5 oylik plus minusdagi qo'chqor sovliqlar. Aka dastlabkasini qilib beramizmi buni? Yo 3 milliondan deb uzilib ketsinmi? Yo'q, bunikini bunday qilaylik, dastlabkasini Toshkentgacha qilib beraman. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Yengil qo'yilyapti. O'shaning uchun sal naqa qilinyapti. O'ta arzon, misol uchun. Gap yo'q, baraka toping. Hurmatli obunachilar, realniy mana shu qo'yda foydasi kerak emas, uka. Obunachilaringiz uchun bizni poddishkani qilishyapti. Mana videoni oxirida poddishkani zo'ri bo'ladi dedilar. Mana sizga poddishkani zo'ri obunachilar. 3 million so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastlabkasi bilan xonadoningizga yetib borish narxi. Obunachilar, bundan arzoni yo'q akalar. Bundan arzoni bo'lsa olib keling, biz olamiz. 5 oylik qo'chqor sovliqlarda akalar 3 million so'mdan yeri ko'kdan topolmaydigan narx bo'ldi. Jumanazar aka. Soni 9 ta ekan. 6 ta sovliq qo'chqor ekan. 6 ta sovliq, 3 ta qo'chqor. 6 ta qo'chqor, 3 ta sovliq. Ha, shunday. Gap yo'q, menga qarang, ey.
Realnimi men ham shunday. Mana Alloh barakasini bersin, og'inga ham sotqinga ham. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, buni hammasini olish ham majburiy emas obunachilar. Ikkitasini yo uchtasiga meni qurbim yetadi, imkoniyatim yetadi desangiz, sotilaveradi obunachilar. Buni ham maydalab sotilaveradi. Shunday. Bonusga qo'yyapmiz deb akalar hammasini sotish, olish majburiy emas. Keyin 12 ta viloyatga ham dastavkasi bor. Sotiladi 12 ta viloyatga ham, savdosi bor. Prosta Toshkentdan u yog'iga ozgina yelka qo'yib yuborasizlar akalar. Xudo xolasa. Mana misol uchun ha, Samarqanddan so'rashyaptimi shuni? Hop. 50 mingdan qo'shib berishsa, dastavka qilib yetkazib borib 3 million 50 ming so'm. 3 million 50 ta. Gap yo'q, baraka toping. Hurmatli obunachilar, mana sizga sharoit, mana sizga imkoniyat. Mana obunachilarni ham o'ylayapmiz. Samarqandgacha. Undan oyog'iga ham dastavkasi bor, kelishilgan holda. Kelishilgan asosda bor. Telefon qilaverasizlar, hurmatli obunachilar. Foydasi kerak emas. Obunachilar uchun. Obunachilar yaxshi podishka qilyapsizlar, baraka topinglar. Sizlarni ham podishka qiladigan joy keldi mana. Sizdan like bosing, tez aloqaga chiqing. Hurmatli obunachilar, videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Oxirida sifatga qo'yib boqaman degan obunachilar uchun 2 dona yarichka sovg'alarimiz bor. Obunachilar sifatiga boqaman, narxini qizig'i yo'q deydigan obunachilar uchun. Asli narxi ham akalar buni o'zimizcha idora qo'ydi, narxida bo'ladi bu. Jumanazar aka o'zi ham o'ta go'zallarini olib qo'yibsiz oxiriga aka. Ha, ikkita bir maza qilib boqsin. Hoji otalar bir unaqa qilishadi-da. Gap yo'q aka, baraka. Shunaqasidan boqsin dedi. Haqiqiy sifati zo'r ekan obunachilar, xudo xolasa sifatiga boqaman degan obunachilar uchun-da bu. Jumanazar aka, yosh oilaga qanaqa bo'lardi aka? 6 oylik. Ikkalasi ham sog'liqlar, ha? 5 oydan o'tgan 6 oylik atrofida-da. Gap yo'q, hurmatli obunachilar. Quloq uzunligini qarang, quloqda ikkovini Quloq ham. ham zo'r ekan, aka, har tomondan ideal aka. Ikkalasi ham yarichka sog'liqlar, hurmatli obunachilar. Shunaqa sifatidan boqaman, shunaqa sifatidan nasl olaman degan obunachilar uchun-da bu. Jumanazar aka, bularni ham yeb ichishga sog'lik solaman degan kafolati bor. Sinovdan o'tdi, bir hafta borib sinov olishaveradi. Aka, eng qizig'i narxi aka, narxi eng qiziq joyda narxi aka. Narximi? Ha. Unaqa 4,5, 4 unaqa emas. 3,5 dan berisi uylarga yetib boradi. 3 million 500 mingdan aka. Ha. Hurmatli obunachilar, 3 million 500 ming so'mdan. Akalar, narxi arzon bo'ldi. Dastavkasi Jumanazar aka? Toshkentgacha yetkazib borib Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Besplatni holatda vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib borib beradi. Gap yo'q, hurmatli obunachilar, mana sizga vodiy bo'ylab Toshkentgacha 3 million 500 ming so'mdan akalar xonadoningizga kirib borish narxi. Go'zalligiga bittadan like deb bosib qo'ying, hurmatli obunachilar. Akalar, ukalar, shu bilan video so'ngamiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Akalar, akamizni qo'llanglar, narxlarni mana shunaqa qilib sindirib, zo'r qilib qo'yib beraveradi. Bundan bog'i ham yanada arzonlab olib kelishga harakat qilaveramiz. Like deb bosib chiqaylik, kommentar yozib turinglar. Gap yo'q, Vatbasi olamizda biz ham shundan. Gap yo'q, aka, baraka toping. Hurmatli obunachilar, bittadan like deb bosing, tez aloqaga chiqing. Akalar, mana bu yarichkalar narxi juda ham qulay bo'ldi. Akalar, mana bular boyaga 3 millionliklar. Hurmatli obunachilar, bittadan like deb bosing, tez aloqaga chiqing. Narxi juda ham arzon va qulay bo'ldi.